Anidab.uz eng sifatli dublyaj, reytingi baland animelar. Siz sog'ingan dublyaj endi o'zbek tilida. Anidab.uz barchasi siz kutgandan yaxshiroq. Xayrli tong, professor Neki. Xayrli tong. Xayrli tong. Xayrli tong. Professor, xayrli tong. Xayrli tong. Salom. Negi? Bugun ko'p uxlamaganga o'xshaysiz. Hoy, kuting, professor. Negi? Negi? Bu nimasi? To'xtang. Rostini aytsam, bugun har doimgidek baland ovozda. Ustoz, choyingiz tayyor. Rahmat. Yaxshi, Asuna g'alaba qozondi. Ura! To'g'ri, bu taxminan 80 yil oldin bo'lgandi. Man Evangeline. Vampir. Man 700 yil yashadim. Nima, hasad qilyapsizlarmi? Axir siz yoshsiz. Ishonchim komilki, siz boqiyli ajoyib bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Ammo bu juda qo'pol bo'lishi mumkin. Albatta, uning o'z daqiqalari bor. Ammo eng uzoq umr ham bir lahzadir. Va xayrlashuv har doim keladi. Va keyin hamma narsa unutiladi. Ko'ryapsizmi, bu unchalik ham ajoyib emas. Bugun yana bir go'zal kun. U kelyapti. Hamma tayyormi? Ha, bolalar, bugun domlani yengadigan kunimiz. Yukimi, tayyormisiz yo'q? Biz boryapmiz. Devormi? Ey! Ular yana yutqazdimi?
Agar meni mag'lub eta olsanglar, tarvuz yetish. Qishloq rahbari bizga shundoq dedi. Lekin meni yutishingizga 100 yil kerak bo'ladi. Ayniqsa siz, Tota. Sizlar haqiqatdan ham shundoq asosiy texnikani o'ylab ko'rdinglarmi? Hatto hali ham agar siz poytaxt deb hisoblasangiz, qishloq rahbarlari sizni manfaatingizni ko'zlagan bo'ladi. Bizga boshchilik qilishingiz shart emas. Bundan tashqari yukini siz qanday to'sib qo'ydingiz? Siz nima haqida gapiryapsiz? Bu siz ishlatadigan doimiy sehr emas edi. Sehrdan foydalanishingizga ishonmayman. Hech qachon aytmagansiz. Bu adolatli emas. Ha, nima dedi? Nima bo'lyapti, Yukihime? Tota. Sizni bunchalik achinarli qilib tarbiyalaganimni eslamayapman. O'zini kamchiliklarga ko'r bo'lgan shikoyat qilishdan boshqa hech nima qila olmaydi. Hammangiz uchun oddiy ishlardan 3 baravar ko'p. Professor Yukihime, siz ularga qo'pollik qilmadingizmi axir? Bu yoshdagi barcha o'g'il bolalar bunchalik uzoqqa borish shart emas edi. Iltimos, boshqa aytmang. Tushundimki, siz Totani asrab olgan otanasiz, shundaymi? Lekin bolaga turli narsalarni sinashga ruxsat bering. Balkim siz to'g'ri gapirayotgandirsiz. Professor Yukihime albatta sehr ishlatar edi. Nega u buni yaxshilashga harakat qilmoqda? Har bir inson sehr haqida 10 yil oldin bilib oldi. Poytaxtda bunchalik ham emasligi eshitilmagan. Ular hatto jismoniy ilova yaratganini ham eshitdim. Keling, ulardan ba'zilarini olaylik. Buni unuting. Hatto bitta uyali oddiy model ham 100 yen turadi. Deymi? Xo'sh, biz shunchaki mashq qilishimiz kerak va keyin biz poytaxtga boramiz va o'sha minoraga chiqamiz. Orbital lift osmon ustini. To'g'ri. 5 kishimiz axir. Biz bu yerda chiriganimiz yo'q. Aynan shunaqa. Minoraga boraylik. Xo'sh, shunday qilib bugungi mashg'ulot uchun kechirasiz. Bugun borishim kerak bo'lgan joyim bor. Ertaga ko'rishamiz yoki keyinroq. Bu to'g'ri, bugungi kun axir. Ha, ota-onasi o'sha kuni. Hey, dada, ona, o'ylaymanki bugun 2 yil 3 oyni tashkil qiladi. Men yaxshiman, o'zingiz yaxshimisiz? Haligacha yuzingizni eslay olmayman. Qiziq, siz chiroyli bo'lganmisiz? Buni qanday his qilishga hayronman. Yuk mashinasi bilan halokatli to'qnashuv. Ammo Totani aytishi hammasi yomon emas ekan. Shu tufayli Yukihime bilan uchrasha oldi. U ham unga minnatdor bo'lishi kerak. U chekkalaridan ushladi, uni asrab oldi. Ko'p narsa sodir bo'lganga o'xshaydi. Siz hozir ularga qaraysiz va uxlash xonasi. Har holda Yukihime bilan yaxshi munosabatdamiz. Men uni hali ham mag'lub qila olmadim. Men tez orada bu yerga yana kelaman. Xayr. Yana senmi? Men seni kutyapman. Minora tepasida. Nega buni menga aytyapsan? Aynan kimsan? Juda yaxshi. Men buni pishirganimni aytishim mumkin. Men emasmi? Men hamma narsada zo'r bo'lishim adolatdandir. Keyin ishonch hosil qiling. Mushuk tilingizni oldim. Bu haqida gapirganda Yukihime, menga sehr o'rgating. Mavzuni o'zgartirmang. Jiddiy sehrdan foydalanish muhim, shundaymi? Hatto ozgina jasorat ham bu haqiqiy sehrdir. Noaniq javoblarni to'xtating. Nega meni ushlab turasiz? Dahshatli. Oxir-oqibat men sizni albatta mag'lub etaman.
Yana sanlama. Ishlaring mani mag'lub etish milliondan bir emas. Demak, poytaxtga borolmaysanlar. Rad etaman. Jin ursam, biz hali ham g'alaba qozona olmaymiz. Biz albatta sehr tufayli yutqazamiz. Biz uni qanday yengamiz? Agar sizga yordam bersam nima bo'ladi? Sizlardan birontangiz sehr o'rganishni xohlaysizmi? Professor Tachibana, Igi Naru bilan mashq qiling, olov o'qi. Bu sehr ilovasi, u ajoyib. Rahmat, professor Tachibana. Axir siz bizga nimaga yordam berasiz? Bu sizni rad etdimi? Bu sizning asosingizmi? Nima? Yo'q, shunga o'xshash narsa. Bu dars rejalaridagi farq. Shu paytgacha sizni ushlab turishganga o'xshagandi. Siz sarguzashtni boshlash chizig'ida turibsiz axir. Shunday emasmi? Ahmoqona narsa. Nega u ishlamayapti? Xo'sh, Tota, sizda sehr yo'qqa o'xshaydi. Bu kamdan kam, lekin sizga o'xshaganlar bor. Bu yomonmi? Haqiqat shunchaki boshqa yo'li bor. Buni ishlatish. Men buni aldovligini his qilyapman. Bundan tashqari men hech qachon sovg'a olmaganman. Agar u bittasini olsa, u haqiqatdan ham baxtli bo'ladimi? Nima qilyapsan bu yerda? Nima bu? Ko'rdingizmi? Meniki, sizniki. Men buni tasodifan oldim. Bu shunchaki rahmat aytish uchun, menimcha. Yoqmasa tashlab yuborishingiz mumkin. Xo'sh, keyinroq ko'rishamiz. U nima haqida gapirdi? Katta rahmat. Teleportatsiya sehri. Bu dahshat. Men sehr yoki ilovadan foydalanolmasligimga ishonmayman. Endi men kech qola olmayman. Ular mendan oldin hal qilishmasa bo'ldi. Ko'ryapman, sehr dasturi. Muhim emas. Bu yomon pistirma emas edi. Men umuman harakat qila Biz olmayman. kuchliroqmiz. Professor Yukhemi, keling buni qilaylik. Voy, men hayratdaman. Yaxshi ish, bolalar. Professor Tachibana. Sizga aytishim kerak, professor Yukhemi. O'zini o'qituvchi qilib ko'rsatish juda qiyin. Mani sehrim ishlamadi. Bu sizni bezovta qilyaptimi? Menimcha shuning uchun. Demak, siz mukofot ochsiz. Bu oson Mana ish qanday emas edi, topdingiz? bilasiz. Xo'sh, buni tugatsak-chi. Men haqiqatdan ham vampir bilan jang qilishni xohlamayman axir. Hayır, professor Yukhemi. Nima qilyapman deb o'ylayapsan? Kechirasiz, Tokokaniki, sizning hikoyangiz shu yerda tugaydi. Siz jasur edingiz va jasur qadamlar tashladingiz. U yerda juda ko'p yomon odamlar bor axir. Endi darsni o'rgandingizmi? Yukhemi, shunday bog'langan holatda qanday harakat qilyapsiz? Sehringiz muhrlangan bo'lishi kerak edi. To'g'ri, bu hozir yaxshi hujum edi. Do'stingizni pistirmasi zo'r edi. Barchasiga o'tish bahosini beraman. Endi o'ylab qarasam, bu birinchi marta edi. Men haqiqatdan ham xursandman. Endi ko'ramiz.
Siz uchun aziz odamlarni himoya qilish istagi. Bu sizga bo'lgan sevgi. Lekin men borligimdan xursand emasman. Lekin bu ish. Bu shunchaki. Men shunday bo'lamanmi? Mana shu yerda hech narsa qilmasdanmi? Hali ham hech kimni. Sen haqiqatdan ham taslim bo'ldingmi? Nima bo'ldi? Ko'zingni och. Yuxemi, siz tirikmisiz? Tushuntirishga vaqtim yo'q. Vaqtimiz yo'q. Tez tingla. yordam mashinasi kerak. Eshit. U seni ham do'stlaringni o'ldiradi. Ularni qutqara oladigan yagona odam sen. Lekin men allaqachon Oddiy odam hozirgacha o'lgan bo'lardi. Buni sababi 2 yil oldin senda ikkita tanlov bor. Biri taslim bo'l, shundoq qil va o'lib ket. Sen afsusda qolishing mumkin. Yoki o'lmas yirtqich kabi tur va qayta tug'il. Men ularning ikkalasi ham dahshatliligini bilaman, lekin hamma narsa senga bog'liq. Turmoqchi bo'lsang, qonimni ich. Bu seni o'z xohishing bo'lish kerak. Tota. O'tmishga nazar tashlasam, so'nggi 2 yilni o'tkazdim. nima haqida gapiryapsiz, Yuxemi? Jin ursin, men hech nimani tushunmayapman. Lekin bilasiz, bu yagona tanlov. Men har doim qila olaman. Endi afsuski, bu siz uchun ham oxiri. Ablar, do'stlarimga barmog'imning uchini ham tegizma. Biz yashaymiz va bu qishloqni tark etamiz. Sen qanday turding? Sen meni ko'rding, lekin sen hali ham bolasan. Mening do'stlarim va oilam sizning o'yinchoqlaringiz emas. O'lib ket. Kimsan? Yuxemi, qanaqasiga tiriksiz? To'xtang, men o'lmadimmi? Sen o'lmaysan. Sen o'z kuchlaring bilan do'stlaringni qutqarding. Sen o'zingdan faxrlansang Men bo'ladi. nima bo'layotganini tushunmayapman. Nima bo'ldi? Sen o'lmasga aylanding. Nima? Bularni hammasi men uchun. Meni xudbinligim uchun. Meni haqiqiy ismim Evangeliy. Men 700 yildan beri yashayapman. Men vampirman. Ota-onangiz baxtsiz hodisada vafot etishmagan. Iltimos,
uni hayotini saqlab qoling. 2 yil oldin men senga taslim bo'lgandim. Seni qutqaraman deb o'zimga yolg'on gapirdim. Va senda ayb bo'lmasa ham Men o'lmaymanmi? Bu yaxshi narsa emasmi axir? Endi qo'rqadigan narsam yo'q. ko'p odamlar buni aytadi, lekin siz uni o'lganingizdan so'ng ko'rasiz. Bu umuman xursand bo'ladigan narsa emas. Men haqiqatan ham afsusdaman. Bunchalik g'amgin bo'lmang. Bu sizga umuman o'xshamaydi. Aytmoqchimanki, o'lmas ekanligimdan xursandman. Sizning tirikligingizni ko'rib juda yengil tortdim. Men xursandman. Men so'nggi 2 yil ichida do'stlar orttirdim. Hoy, Tota, uyg'ondingmi? Sen tirikmisan? Ha. Va bundan tashqari abadiy yashash hech nima bo'lmasa ham, hech bo'lmaganda men siz bilan vaqt o'tkazaman axir. Jan ursin. Tota birinchi bo'lib ketayotganiga ishonmayman. Bu adolatda emas. Menda boshqa tanlov yo'q. Yana g'alati odamlar kelib bizga hujum qilishi mumkin. Biz bu yerda qola olmaymiz. Biz raqschimiz deymiz, ey bek. Faqat o'zingni asra, Tota. Biz seni unchalik ortda qolmaymiz. Poytaxtda yana uchrashamiz. Minorada kutaman. Qilamizmi? Ha. Poytaxtga. Sen menga buni hech qachon aytmaganding. Tog'ga chiqqandan keyin nima qilmoqchisan? Seni orzularing bormi? Men seni kutyapman. Minora tepasida. Men shunchaki qaror qildim. Bilaman, u yerda ajoyib narsalar bor. Bu nimani anglatadi? Men o'zim uchun nom o'ylab topaman.裸で出会えばダチになる